bu ko'proq mutaxassislarga tegishli. Biz shu sohani tanladikmi? Shu sohani hammamiz fidoyisiga aylanishimiz kerak. Bitta odam bilan ish bitmaydi. Men ummatga gapirishim mumkin. Sardor, mana endi fursatdan foydalanib senga ham rahmat deb qo'ymoqchiman, chunki sen meni ko'z o'ngimda keyingi 10 yil davomida juda qattiq o'zing komandang bilan Dental Academy mana tashkil qildinglar, bolalarni o'qityapsizlar. Juda ko'p harakat qilyapsan. Harakat qilmasang ham bo'ladi, oddiy stomatolog bo'lib, kresloni oldida ishlab, tirikchilik qilib yursang ham bo'ladi, lekin unaqa emas. Men bilaman, o'zing cho'mchagingdan ko'p narsani tikyapsan. Shu kitoblar bormi, boshqa bormi, auditoriya bormi? Bu fidoyilik. Fidoyi bo'lishlarini iltimos qilaman. Agar hammamiz fidoyi bo'lsak, albatta bu soha oldin ketadi va biz bu sohani erishayotgan yutuqlardan hammamiz faxrlanamiz.